O'zbek shou-biznesi olamidan yana bir shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda G'iyos Boytoyev hozirgina. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti G'iyos Boytoyev Mening yurtim telekanalining omon ko'rsatuviga tashrif buyurdi. Bo'lib o'tgan suhbat davomida xonanda xalq artisti unvoniga munosib ko'rilgani quvonchi, yoshligida kino suratga olish uchun kamera sotib olgani hamda har bir san'atkorning o'z mashhurlik davri bo'lishi haqida gapirdi. Unvon olganimizdan xursandmiz. O'zbekiston xalq artisti unvonini olganimdan xursandman. Kichik mehnatlarimizga mana shunday katta unvon bilan taqdirlandik. Shunday ekan, buning uchun xursand bo'lmay ilojimiz yo'q albatta. Hayot ayyomi arafasida taqdirlandik. Aslida taqdirlanganlar qatorida bo'lishni kutmagan edik. Ushbu quvonchli xabar haqida birinchi shogirdlarimdan eshitdim, lekin bunga ishonmagandim. Lekin ularning gapi rost bo'lib chiqdi. Yurtimiz, xalqimiz uchun ijod qilyapmiz. Mehnatlarimiz unvonga munosib ko'rilibdi. Bunda ustozlarimiz, do'stlarimiz, shogirdlarimiz va oila a'zolarimning xizmatlari katta. Shu kunlarga yetkazgani uchun Allohga shukr aytaman, deydi xonanda. Kino olaman deb kamera sotib olganman. Bir tug'ishgan opam bor, ismlari Mastura. Shu opam nuqul qo'shiqlarim uchun she'rlar topib yuradi. Juda ko'p kitob o'qiydi. Yoshlikda film ssenariysini yozganlarimda opamga ko'rsatsam, oxirini unday tugatma, tragediya bilan tugashi kerak deb maslahat berardi. Ko'proq shu opam bilan ijod borasida maslahatlashardim. Bir safar hattoki kino olaman deb xom xayolga berilib, kamera ham sotib olganman. Oradan ancha vaqt o'tdi. Tuya hammomni orzu qilibdi deganday, bir paytlar mana shunday xayollar ham o'tgan boshimizdan. Har bir ishni o'z professionali qilgani yaxshi. Biz ham xonandalik qilib o'z yo'limizdan yurganimiz, kinoni ham o'z rejissyor, ssenarist va aktyorlari ishlagani yaxshi. Biz ham ijoddagi insonmiz. Ishimizdan ortib bunga vaqt topish ham amri mahol. Chunki ijoddan tashqari ham oilaviy yumushlarimiz, tashvishlarimiz bor, deydi u. Narvonga chiqqan odam qaytib tushadi. Har bir sohada o'z amalidan foydalanadiganlar bor. Bundaylar narvonga chiqqandan keyin qaytib tushishini o'ylamaydimi? Har bir narsaning o'z vaqti bor. Biz ham o'z vaqtida juda mashhur bo'lganmiz. Xalqning o'zi ko'taradi, kerak bo'lsa tushirib ham qo'yadi. Shuni har bir inson bilishi kerak. Har bir insonning o'z davri bor. Mana shu paytda hammamiz amalimizni suiiste'mol qilmasligimiz kerak, chunki ko'tarilishning tushishi ham bor. Birni ko'rib fikr qilsak, birni ko'rib shukr qilishimiz kerak, deydi u.